James Gunn yangilangan DC olamini nimadan qurishni boshlagan deb o'ylaysiz? Supermandanmi? Yo'q, adashasiz. Superman, Supergirl, hattoki vatanparvar ikki seriallar ham DCU olamining boshlanishi emas, maxluqlar jamoasi. Mana haqiqiy James Gunn tomonidan DC studiyasi uchun qilingan ilk va takrorlanmas ijod namunasi. Bugun sizlar bilan ushbu serialni spoilerlarsiz hamda spoilerlar bilan to'liq tahlil qilamiz. Video ancha uzun hamda 30 dan ortiq belgilarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Bilasiz, James Gunn ajoyib ijodkor va unga mutlaq erkinlik berilsa, u xohlaganini qilish orqali mukammal narsalar yarata oladi. Bu serialni ham aynan shular qatoriga kiradi deb aniq kafolat bera olaman. Multserial 7 qismdan iborat, lekin shu 7 qismda butun maxluqlar olami juda yaxshi tilda ochib berilgan. Agar qisqacha ta'riflaydigan bo'lsam, bu serial eski DC olamidagi o'z joniga qasd qiluvchilar otryadi filmining ancha yaxshiroq varianti deb olishimiz mumkin. Eng muhimi, bu ish aynan James Gunn tomonidan amalga oshirilganligi yaqqol sezilib turadi. Chunki faqatgina James Gunn jang sahnalariga dramatik emas, aksincha, sho'x musiqalar joylashtira oladi. Musiqalarga keladigan bo'lsak, bu alohida mavzu. Ularni tinglash orqali siz nafaqat undagi tempni, balki qahramonlar ichidan qanday hissiyotlar o'tayotganini yaqqol sezishingiz aniq. Sizni qiziqtirish uchun bitta kichik ma'lumot aytib o'tsam, hattoki James Gunn multserial ichiga o'zining animatsion variantini ham kiritishga ulgurgan. Agar siz hissiyotlarga beriluvchan odam bo'lsangiz, bu serialni ko'rish orqali qiziqarli janglardan bahramand bo'lishingiz va hissiyotli sahnalarda o'zingizni yig'lashdan to'xtata olmasligingiz aniq. Ochig'ini aytsam, bu multserialni spoilersiz tahlil qilib o'tirmasdan katta va qiziqarli qilib barcha belgilarni yaqqol ko'rsatib bermoqchi edim. Lekin YouTube'dagi savol-javobdan shuni bilib oldimki, bu serial chiqqaniga 1 yildan oshgan bo'lsa ham, hali ham ko'pchilik ko'rishga ulgurmagan ekan. Lekin qayerdan ko'rishingiz mumkinligini allaqachon aytganman. Shunday ekan, hozir videoning spoilerli qismiga o'tamiz. Agar haligacha multserialni ko'rmagan bo'lsangiz, endi bu mening aybim emas. Barcha seriallarda bo'lgani kabi birinchi qism tanishtiruv qism hisoblanadi. Ya'ni ma'lumotlar kam, voqealar u darajada jiddiy emas, lekin uni ham tahlil qilish orqali nimalarnidir bilib olishimiz mumkin. Birinchi qismning ochilishi noyob qobiliyatli yovuzlar, ya'ni maxluqlar saqlanuvchi qamoqxonadan boshlanadi. Biz bu qamoqxonani Zack Snyderning 2011-yildagi o'z joniga qasd qiluvchilar otryadi filmida ham ko'rgan edik. Keyingi sahnada biz axborot beruvchi ko'rsatuv bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Uning nomi esa GBS deb nomlanadi. Aynan shu ko'rsatuv ham Zack Snyderning olamida bor edi. Bizga multserialning asosiy qahramonlari bo'luvchi personajlarni tanishtirishdi. Bular Frankensteinning sevgilisi bo'lgan kelin personaji, olovli tanaga ega bo'lgan Dr. Fosfor, bo'risimon ko'rinishdagi sassiq personaji, uni Amanda Waller Karta Malteziyadagi dengiz yulduzi loyihasidan omon qolgan yagona jonzot deb aytdi. Karta Malteziyadagi dengiz yulduzi loyihasidan so'ng omon qolgan sonli askarlardan biri. Esingizda bo'lsa, o'z joniga qasd qiluvchilar 2 filmida ham shunday maxluqlardan tuzilgan jamoa dengiz yulduzini yo'q qilish uchun Karta Malteziyaga yuborilgan edi va filmning titrlaridan keyingi sahnasida uning qochib ketayotganini ko'rgan edik. Ha, buni olib qaraydigan bo'lsak, bu serial DCUning keyingi filmlariga ham ta'sir etadi va oldingi filmlarni ham bog'lab ketadi. Hattoki serialdagi Dr. Fosfor hamda sassiq personajlarni o'z joniga qasd qiluvchilar 1 hamda 2 filmlarida ham ko'rganmiz. Amanda Waller dengiz yulduzi loyihasi haqida gapirganida Rick Flag o'zini biroz noqulay his qildi, chunki o'sha loyihada uning o'g'li Rick Flag Jr. ham halok bo'lgan edi. G.I. Robot jahon urushlari paytida natsistlarni o'ldirish uchun o'ylab topilgan. Uning maqsadi faqat natsistlarni yo'q qilish. Jamoa a'zolari sifatida Nina Mazorski hamda Frank Einstein ham kiritilgan. Va boya aytgandek, James Gunn o'zining animatsion versiyasini ham multserialning introsiga qo'shishga ulgurgan. Xullas, jamoaning umumiy vazifasi bu Pokiston deb nomlangan mamlakat malikasini Sitsiliya hujumidan himoyalash edi. Sitsiliya esa komikslarda g'aroyib ayolning dushmanlaridan biri bo'lgan. Multserialda bu ko'rsatilmagan bo'lsa ham, ammo komikslarda uning qobiliyati oddiy odamlarni hayvon sifat odamlarga aylantirib qo'yish edi. Xuddi Galaktika 3 filmidagi hayvon sifat odamlarga o'xshash. Ular Pokistonga kelishdi. Kechasi malika xonasini qo'riqlash uchun G.I. Robot tayinlandi va u butun tun davomida qancha natsistni yo'q qilganini sanab chiqdi. 1944-yil oktyabr oyida Aachen jangida men 14 ta natsistni o'ldirdim. Nina va kelin esa Frank Einstein qasriga yo'l olishdi. Dr. Fosfor esa Rick Flagning xonasiga ularga to'q urdiruvchi pultni o'g'irlash uchun tushdi. Ular o'rtasida jang boshlandi va aynan shu joyda kichik
bir detalga e'tibor qaratsangiz, Dr. Fosfor idishdagi suvni olib, Rick Flagning yuziga sepdi. Kadrlarni sekinlashtirib shuni sezishimiz mumkinki, Dr. Fosfor bu yerda suvni olib ko'targuncha super tezlikda uni qizdirishga ulgurgan. Bu tomonda esa Frankenstein uyi yaqinida yashovchi kampir Frankensteinga qo'ng'iroq qilib kelganini aytdi. U esa Chip va Dale multserialdagi Chipning ko'ylagini kiyib olgan hamda birinchi qism tugadi. Ikkinchi qism Kurmali marjoni deb nomlanadi va bu qism kelinga bag'ishlanadi. Voqealar 1831-yilda boshlanadi. Bu yerda Frankenstein o'zini yaratgan olimdan unga juft yaratib berishini so'raydi va yaratish ishlari boshlanadi. Shu bilan kelin yaratiladi. Frankenstein uni qo'rqitib yuboradi. Viktor, ya'ni olim kelinga qanday gapirishni o'rgatadi va unga kurmali marjonini sovg'a qiladi. Hozirgi voqealardagi kelin va Nina ham aynan shu kurmali marjonini qidirib kelishgan. Ularning joylashuvini Sitsiliya bilib oladi va ularni yo'q qilish uchun keladi. Dastlab kelin Sitsiliyani osongina yengayotgan edi, toki Sitsiliya uning xotiralarini esiga solmagunicha. O'tmishda kelin va Viktor sevishib qolishgan ekan. Frankenstein esa buni chetda, ko'zida yosh bilan kuzatib turardi. Aynan shu qismi butun serial davomida men uchun eng ta'sirlisi bo'ldi. Chunki Viktor oddiy odam. U xohlagan boshqa birorta qiz bilan baxtli yashashi mumkin edi. Ammo Frankenstein u qandaydir maxluq va qism boshida eslasangiz, u shunchaki o'ziga mos ayol bilan baxtli yashamoqchi edi. Hattoki kelinning ko'rinishini ham uning o'zi tanlagandi. Sitsiliya esa kelinning zaifligidan foydalanib unga jarohatlar yetkaza boshladi. Qo'llarini sharlarga aylantirib qo'ydi va Frankenstein minorasidan uloqtirib yubordi. O'tmishda esa Frankenstein Viktorni bu qilgan ishi uchun o'ldirgan. Ochig'ini aytsam, uning o'rnida bo'lganimda men ham shunday qilgan bo'lar edim. Keyin kelin va Frankenstein jang qilishni boshlashadi. Kelin uni olovga itarib yuboradi, o'zi esa qochib ketadi. Ammo Frankenstein uni yillar davomida hali ham sevganligi uchun ta'qib qilib keladi. Bu yerda esa u darajada belgilar mavjud emas, faqat bittasidan tashqari. Ular jang qilayotgan bitta sahnada Shaggy personaji ko'rsatilgan Scooby-Doo multfilmidan. 3-qism temir yog'och kesuvchi deb nomlanadi va bu qism G.I. Robotga bag'ishlanadi. Bu qism G.I. Robotning o'tmishini ko'rsatib berish bilan boshlanadi. O'rmonda urush sodir bo'layotgan edi. G.I. Robot o'rmondagi barcha natsistlarni o'ldiradi. Uni o'tmishda o'sha jamoa yetakchisi temir yog'och kesuvchi deb nomlagan ekan. Temir yog'och kesuvchi uchun. Bu esa albatta Zumrad shahri multfilmidagi temir yog'och kesuvchiga belgi. Keyin hozirgi vaqtlarni ko'rsatishadi. Nina va kelin qutqariladi. Ammo negadir Sitsiliya ularni shunchaki tashlab ketgan ekan. Keyin tushunib yetishadiki, bu pistirma bo'lgan. Ya'ni Sitsiliya ularni chalg'itib malikaga hujum qilgan ekan. Voqealar yana o'tmishga qaytadi. G.I. Robotni televideniyaga olib chiqib taqdirlashadi va bundan so'ng uni o'chirib muzey eksponat sifatida olib qo'yishadi. Hozirgi vaqtlarda esa Sitsiliya odamlari malika qasriga hujum qilishayotgan bo'lishadi. Bu yerda yana e'tibor beradigan bitta sahnangiz mavjud. Bir yigit granata olib otish uchun shaylanadi va maxluqlar jamoasi mashinasi unga kelib uriladi. Agar shu joyni sekinlashtirib ko'rsangiz, kadr oq-qora ko'rinishga o'zgarganida bitta narsani sezishingiz mumkin. Ya'ni uning hamma joyi portlab ketishga ulgurgan, ammo yuzi haligacha portlamagan. Yana o'tmishga qaytamiz. U yerda kimdir G.I. robotni sotib oladi va uni ishga tushiradi. Keyinchalik u bilan xuddi ota va o'g'ildek yaqin bo'lib ketishadi va o'sha kimdir G.I. robotni qandaydir taqdimotga olib boradi. Hozirgi vaqtlarda esa malikani qutqarish uchun hamma jang qilayotgan edi. G.I. robot esa bular natsistlarmi deb so'raydi. Chunki u faqat natsistlarni o'ldirish uchun dasturlashtirilgan. Rick Flag esa buni tushungan holda ha, ular natsistlar deb aytadi. O'tmishdagi taqdimot ham natsistlar haqida qilinayotgan ekanligi ayon bo'ladi. Masalan, mana bu janobning egnidagi ko'ylak natsistlar kiyimi ko'rinishida ekanligini ko'rishimiz mumkin va natsistlar bayrog'i ham bor. G.I. robot darhol ularni o'ldirishga tushib ketadi. Dastlab o'zini sotib olgan kimsani o'ldiradi va qolganlarni ham ota boshlaydi. Bu tomonda ham Rick Flag ular natsistlar deb aytgani uchun ularni o'ldirishga tushib ketadi. U baxtli ko'rinardi, hatto jilmayotgandek, chunki orzusi amalga oshayotgan edi, ya'ni natsistlarni o'ldirayotgandir. Ammo Sitsiliya kelib uni parchalab tashlaydi. Keyinchalik Sitsiliya malikani o'ldirishga juda yaqin qoladi, lekin shu paytda sassiq kelib uni yiqitadi. Dr. Fosfor yuzini kuydiradi. Xullas, ular Sitsiliyani ushlashadi, lekin Sitsiliya sizlar nima qilib qo'yganingizni bilmayapsiz. Butun dunyo halokatga yuz tutadi deydi. 4-qism olmaxonni ushlash deb nomlanadi va bu qism sassiqqa bag'ishlanadi.
boshlanadi. Aynan mana shu qism eng belgi va bog'lanishlarga boy hamda ta'sirli qismlardan bittasi. 4-qism boshlanishi Malikani Rick Flag Sirtilani so'roq qilib o'tirmasdan shunchaki otib tashlasangiz bo'lmaydimi deyish bilan boshlanadi va bu negadir menga g'alati tuyuldi. Keyingi sahnada esa bizga xastida yurayotgan bitta janobni ko'rsatishdi. Biz uni Shazam 2 va Vatanparvar serialining 2-sezonlarida ko'rgan edik. Sirtilani maxluqlar qamoqxonasiga olib kelishdi va kelin u yerda Malikaning askarlaridan bittasi ularni kuzatayotganini ko'rdi. Ammo bundan tashqari ham tepada vertolyotda ularni kimdir kuzatayotgan edi. Bu esa Frank Einstein edi. U Rick va kelinning suhbatlashayotganini ko'rib, ular bir-birini sevib qolishgan deb o'ylaydi va Rick Flag ismini keyinchalik o'ldirish uchun qo'liga yozib qo'yadi. Keyin advokat keladi va u sassiq bilan suhbatlashmoqchi ekanligini, u hech kimni o'ldirmaganligini aytadi. Amanda Waller, Rick Flag va boyagi janob Sirtilani so'roq qilishadi. Amanda Waller uni Maleficentaga taqlid qilishda ayblaydi. Boyagi advokat sassiqqa bolalar rasmini ko'rsatadi. U esa rasmga qarab turib nimalarnidir eslaydi. Keyin esa rasmni yeb qo'yadi. Sirtila nega Malikani o'ldirmoqchi bo'lganligini Amanda Wallerga ko'rsatadi. Kelajakda Alana New Yorkni bombalar bilan portlatadi va butun dunyoga urush ochadi. Uning safdoshlari qatorida Grokni ko'rishimiz mumkin. Bu gorilla yuqori intellekt egasi bo'lib, Flash serialida juda ko'p bora ko'rinish bergan. U o'zining ong boshqarish kuchi orqali malika askarlariga odamlarni o'ldirishni buyuradi. Odamlar qochishadi va shu yerdagi sahnada biz Daily Planet yozuvini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu Superman filmidagi Superman ishlaydigan gazeta binosiga belgi. Oq uyga ham hujum qilishadi. Alana prezident o'rnida o'tiradi va u ortga qaraydi. Va bu yerda ko'plab qahramonlarning o'lib yotganini ko'rishimiz mumkin. Bular Superman, albatta James Gunnning olamidagi Batman, Qaroyib ayol va chekkadagisi bu o'z joniga qasd qiluvchilar filmidagi tana a'zolarini uzun ishlata oladigan personaj. Keyingi sahnada biz Qaroyib ayolning qonga botgan tojini ko'rishimiz mumkin. U yerda esa Supergirl. Menimcha u ham James Gunn chiqarayotgan yangi Supergirl filmidagi, chunki uning kostyum dizayni shunga juda o'xshamoqda. Yana qirg'iy qiz. Uni ham Superman filmida ko'rgan edik, hamda eng oxiridagi Robin. Yana keyingi sahna va u yerda Vatanparvarning o'lik holda yotganini ko'rishimiz mumkin. Yana Superman sahnasi va uning o'ng tomonida Starfire, Yosh Titanlar filmidagi. Chap tomonida esa Mr. Terrific, Superman filmida. Ular Dr. McPhersonni chaqirishdi. Sirtila rostdan ham kelajakni ko'rsata oladimi yoki shunchaki cho'pchakni ko'rsatmoqdami bilish uchun. Doktor esa Sirtila rostdan aytganini, ya'ni kelajakni ko'ra olish qobiliyati borligini tasdiqlaydi. Ammo Rick bunga ishonmaydi, chunki serial davomida u allaqachon Malika bilan iliq munosabatlar qurishga erishgandi. Amanda Malikani o'ldirish uchun maxluqlar jamoasini yana Pokalistonga yuboradi. Rick esa g'azablanib uyiga ketadi. U yerda uni Frank Einstein kelib do'pposlashga tushib ketadi, chunki boya aytganimdek uni kelin bilan sevishib yuribdi deb o'ylagan edi. Keyin Rick Frank Einsteinga gaplashib olishni taklif qiladi. Suhbat davomida Frank Einstein Rick Flag va Malikaning munosabatlarini Titanic filmidagi Jake va Rosa rolini ijro etgan Leonardo DiCaprio hamda Kate Winsletga va qachonlardir Grey va Sally uchrashganida filmiga qiyoslaydi va 4-qism tugadi. To'g'ri, orada sassiq personajining juda ta'sirli bo'lgan o'tmishi ham bor edi, ammo uni ham aytib bersam video uzun bo'lib ketmoqda. Menimcha shusiz ham multserialni ko'rganlar allaqachon bundan xabardor. 5-qism Temir qozon deb nomlanadi va bu qism Frank Einsteinga bag'ishlanadi. Frank Einstein va Rick kelishib olishadi. Ya'ni Frank Einstein Rickga Malikani qutqarishda yordam berishi kerak edi. Keyinchalik esa u Frank Einsteinga kelin bilan birga bo'lishga yordamlashardi. Ular Sirtila haqidagi Dr. McPherson gapi yolg'on ekanligini isbotlash uchun uning uyiga tekshirish uchun borishdi. U yerda ular haqiqiy Dr. McPhersonning o'lganini bilishdi va Rick Malikaga maxluqlar jamoasi uni o'ldirish uchun yuborilganini aytdi. Dr. McPherson ko'rinishga kirib olgan esa loy odam ekan. Bu personaj ham multfilmga bejizga qo'shilgan emas, chunki shu yil oxirida James Gunn u haqida ham alohida film taqdim etadi. U divanga o'tirib Xbox'da Mortal Kombat o'yinini o'ynayotganini ko'rishimiz mumkin. Frank Einstein va Rick uning aslida kimligini bilib olishgach, sekin qochishga urinishadi, ammo loy odam ularni sezib qolib do'pposlashga tushadi. Bu paytda ham Pokalistonda maxluqlar jamoasi aslida nima uchun kelganligini bilib qolgan askarlar ularga qarshi jang qilishayotgan edi. Loy odam Rickni o'lgudek do'pposlaydi, hatto belini ham sindiradi. Frank Einsteinni ham o'ldirishiga bir baqiya qolganida, u tok yordamida loy odamni yo'q qiladi. Bu tomonda esa kelin hamda Dr. Fosfor Malika Alananing askarlarini osonlikcha yo'q qilishardi. Frank Einstein Rickni kasalxona oldiga tashlab, kelinni Malika aybsiz ekanligidan ogohlantirish uchun ketadi. Bu qism oxirida esa biz Malika yoniga qism boshida ko'rsatilgan askarning kelganini ko'rishimiz mumkin. 6-qism shaxsiy skelet deb nomlanadi va bu qism Dr. Fosforga bag'ishlanadi.
Bizga bu qismda doktor Fosforning o'tmishda qanday qilib bu ko'rinishga kelib qolganini ochib berishadi. Hozirgi vaqtlarda esa u Pokaristonda hushtak chalib ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Agar hushtakka e'tibor bergan bo'lsangiz, u multfilmning intro musiqasini chalmoqda. U o'tmishda saraton kasalligini yo'q qilish uchun olim sifatida shug'ullanayotgan ekan, ammo unga bu ish uchun pullarni yomon kimsalar berayotgandi. O'sha yomon kimsalar kelishuvni buzishadi. Doktor Fosfor, ya'ni Alexning oilasini o'ldirib, aybni Alexga yuklashmoqchi bo'lishadi. Ammo keyin Alexni o'zi yasagan mashina orqali o'ldirishga qaror qilishadi. Lekin Alex o'lish o'rniga Doktor Fosforga aylanadi va yomon kimsalardan qasos olib, ularning biznesini o'ziniki qilib oladi. Shunday qilib u kunlar o'tiradi, ammo uni Batman ushlab qamoqqa joylashtiradi va oxirgi qism uchun tayyorgarlik boshlanadi. Ya'ni maxluqlar jamoasi birlashadi. Askarlar ham ularga qarshi bo'ladigan jang uchun tayyorgarlik ko'rishadi. 7-qism juda kulgili maxluq deb nomlanadi va bu qism Nina Mazorskiga bag'ishlanadi. Maxluqlar jamoasi yashirincha malika kasrining kameralari joylashgan qismiga kirib olishadi va u yerda bitta kadrga ko'zlari tushadi. Unda malika loy odam bilan turganini ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik esa malika Alana suzish uchun hovuzga keladi. Bunday olib qaraganda maxluqlar jamoasi uni o'ldirish uchun yuborilgan. U esa bemalol suzmoqchi. Maxluqlar jamoasi Ninani suv ostida suza olganligi uchun malikani hovuzdayoq o'ldirishga yuborishadi. Lekin malika sassiqning xatosi tufayli Ninaning suv ostida ekanligini sezib qoladi va Ninani o'z pichog'i bilan o'ldiradi. Shu joyda to'g'rida James Gunndan biroz nafratlanib ketdim, chunki Nina Mazorski bu serialdagi eng beozor personaj edi. Undan boshqa jamoadagi barcha bemalol qotilliklar qilardi, lekin u bunday emas. Hattoki malikani o'ldirish uchun ham qolgan jamoa a'zolari yolvorishganligi tufayli borgan edi, lekin o'zi halok bo'ldi. Ammo bir tomondan olib qaraganda hissiyotlar albatta birinchi o'rinda turadi. Agar aynan Nina Mazorski yo'q qilinmaganida, balkim serial yakuniy qismi bu darajada ta'sirli chiqmas edi. Xo'sh, davom etamiz. Kelin va malika Alana malikaning oshxonasiga kirishadi va u yerda kelin bir nechta kitoblarni ko'zdan kechiradi. U yerda Don Kixot va Mary Shelley kitoblarini ko'rishimiz mumkin va eng qizig'i Sitsiliya haq bo'lib chiqqan ekan. Ya'ni u rostdan ham kelajakni ko'ra olar ekan. Malika Alana o'zi loy odamni uning so'zlarini tasdiqlash uchun yuborgan ekan. Ya'ni agar doktor Makfir Sitsiliyani kelajakni ko'ra olishini tasdiqlasa va keyinchalik u loy odam bo'lib chiqsa, ular Sitsiliyani yolg'on ko'rsatma berishgan deb o'ylashardi va malika Alana bunday qilmaydi degan xayolga borishardi. Deb o'ylab bu narsalarni shaxsan uning o'zi o'ylab topgan ekan va buni qarangki, ular rostdan ham shunday deb o'ylashdi. Kelin malika Alanani otib yo'q qiladi va vazifa chinakamiga bajariladi. Titrlardan keyingi sahnada biz yangilangan maxluqlar jamoasini ko'rishimiz mumkin. Hamda G.I. Robot ham yanada kattaroq ko'rinishda qaytganini ko'ramiz va Qirol Akula ham bu jamoaga qo'shilibdi. Uni ham oldin o'z joniga qasd qiluvchilar filmida ko'rgan edik. Endi va nihoyat umumiy serialning birinchi mavsumi o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi mavsum ishlari esa allaqachon boshlab yuborilgan. Premyera 2027-yilga mo'ljallashtirilgan. Albatta kutib qolamiz. Bu serialda meni eng ta'sirlantira olgan qismlar bu 2-va 4-qismlar bo'ldi. O'ylaymanki, siz ham o'zingiznikini yozib qoldirasiz. Videoga like bosib, kanalni rivoji uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kino Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.